katta xurmoni cho'ntagimga solib, oyoq kiyimlarimni kiyib, ularni artib, BTS pochtaga yo'l oldim. Kecha menga kelgan tovarlar, kiyimlar menga bir razmerdan katta keldi. Eng kichkina razmerini jo'natsa ham, ko'rinishimdan bilmadim. Kamerada katta ko'rinar ekanman, lekin ko'chada kim ko'rsa o'ylaganimizdan ancha kichkina ekansiz, mitti ekansiz deyshadi. Sirraz mashinaga chiqdimda taksida borib singlimdan kartani olib turib, nalichka qildirmoqchi bo'ldim. Men bu bankomat shunaqa sekin ishlar ekan, bori yuragim siqilib ketdi chiqqunimcha. Taksiga pulni berdimda, keyin qarasam yana mashina yo'q. Paketimni silkillatib, o'zimga oro berib turdim. Mashina kelmaydi-ku, kelmaydi. Rosa kutdim, kelmadi. Oxiri bitta Nexia 3 vang'illab keldida to'xtadi. Qayerga borasiz dedi, Farg'onaga dedimda. So'ramasangiz nima bo'lar ekan, tezda chiqib ketay dedim, chunki mashina kelmayotdi. Shappillab olib Farg'onaga yo'l oldim. Yana metallar o'chirdi. Quyosh chiqsa ham o'chirdi. Nimaga shunaqa? Aytinglar, nimaga shunaqa? Bizdan metallar o'chirib bo'laveradi. BTS pochtaga endi yetib keldim deganimda svetoforga to'xtab qoldim. Keyin taksiga pul bersam olmaydi, turibdi. Ko'rmay qoldida. Ha mayli dedimda. Shartta BTS pochtaga yugurib kirdimda. Aytdim, "Qayerdan olib kelib bergan bo'lsanglar, joyiga borib qaytarib qo'yinglar" dedim. Albatta hazil. Keyin BTS pochtadan chiqqandan keyin ikkita qiz kutib turgan ekan. Rasmga tushib oldik. Billa, ular billa. Bitta joyga borishim ham xuddi shunaqa sayohatlar bilan o'tadi, meni qadrlilarim. Paka.